Yo, hammamga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ligerman va mana bu iflosmi, tentakmi, dabbami bilmadim-u, lekin menga qarab telefoning ko'tarmaganini deb grafika momosinikiga tiqqansan. Men Bedrock o'ynayman. Microsoft akkauntim ham bor deb yozibdi bu. Yo bu dabba yoki mayli. Qaranglar, u payti yangi versiya chiqqan edi. Va men unda 3 ta narsa bo'lardi. Mana bu o'zi shunda turgan edi, grafika, lekin undan teparog'ida bitta sedan boshlanadigani bor edi. Ana shunga qo'ygan edim, bilmasdan qo'yib yuborganim, ya'ni yaxshiroq deb. Mana qaranglar, haylab bo'lmaykan. Nastroykada hozir chiqib ko'rsataman bolalar. Mana chiqib oldik. Mana sma bla 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 funky anchingda turgan edi, keyin shu sedan boshlanadigan короче. Ana shunga bosdim. Bosman hozir chiqib olay ko'rsataman. Hozir 5 minut. Funkyda qolay. Mayli. Smile'da turaversin hozir. Okay, hozir chiqib ko'rsataman. Mana chiqib ham oldik. Qaranglar mana shunaqa grafika bo'lib qopti. Bu esa nima bu? Yorostanda qaranglarda. Men Minecraftni nastroyka qilamiz deganman. Grafikasini moslashtiramiz deganim yo'q. Mayli. Men mana Minecraftga dash kirganim ham yo'q xonim. Mana shunaqa anoda bo'lgandan keyin. Yo'q, kirdim faqat bitta Muhammad Ali Gaming degan bola bilan. Birgalikda ozroq survival qildik, ozroq emas ancha. Shunga yo'q bo'lib ketdimmi? Endi yangi yildan keyin video qilmoqchi edim bolalar. Endi to'g'ri kelib qoldi. Mana bu menimcha qizilsimi, qorasimi, qizilsimga ulanib qo'yganda bu bolani qaranglarda. Degan meni ham Microsoft akkauntim bor degan. Endi mana bu kommentlarni ko'ramiz. Ba'zilari negativ yozgan, lekin ularga javob yozdimdan keyin u negativdan mayli dedim. Mana hammasi ekranlaringga 1 2 3 deganda chiqadi. 1 2 3. Hammasi maskan. Hozir yana ozrog'ini chiqaraman. Mana shular hozir 5 sekund yana chiqaraman. Mana hozir yana 5 sekund. Agar sizniki chiqmagan bo'lsa, oldindan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, komment ham yozinglar.